Yana boshqa mamlakatlarda qatnashayotgan sportchilar aynan tug'ilgan joyi shu Rossiyada bo'lgan, Belarusda bo'lgan. Bolgariyalik Nikol Todorova. Nikol Todorovani bosh murabbiysi Rayner Tosheva hisoblanadi. Rayner Tosheva nazoratida o'z faoliyatini olib bormoqda. Bolgariya 80-yillarda 70-80-yillarda Rossiya terma jamoasining asosiy raqiblaridan biri bo'lgan. U yerda Mariya Gigova bo'lgan. Bolgariyaning birinchi raqamli badiiy gimnastikachisi, bir o'zi qariyb jamoadoshlari bilan juda munosib qarshilik ko'rsata olgan o'sha paytda. Keyinchalik biroz pasayish bo'ldi Bolgariya sportida, lekin hozirda yana asta-sekinlik bilan yuqori pog'onalarga ko'tarilmoqda. O'sha Sofiyada, Bakuda o'tgan musobaqalarda bolgariyalik sportchilarni biz ko'pini g'oliblik sifatida ko'rdik. Sofiyada bo'lib o'tgan musobaqada Todorova Nikol saralashda 4-o'rin olgan, halqa bilan va to'p bilan ham saralashda 4-o'rin qo'lga kiritgan va